Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bu dunyoda bor bo'lsa, yurak bag'ri butun. Allah deb yozilgan. Allohga shukr. Shuni men bugun mana Sarvar opaga beraman. Muborak bo'lsin. O'nalib keting, qaysanglar. Mehmon kelsa xo'sh degan, mehmonxonam bo'sh degan, mehmon kelsa xo'sh degan, mehmonxonam bo'sh degan. Qabul aylang ustozim, Saydaxonam Rametovaga bitta qarshi bo'lsin. Amara qizlar muborak bo'lsin. Voy jonim qayni singillari. Mayli singillar. Qabul aylang taxminaxon, sizga salom yor yor shay. Qabul aylang taxminaxon, sizga salom yor yor. Hazor ali. Voy salomma salom yugurgan, bir cho'skani to'ndirgan. Salomma salom yugurgan, bir cho'skani to'ndirgan. Voy o'g'illarni tug'ib, mana men gubernator degan. Xudo xolaga bitta qarshi bo'lsin. Qabul aylang Xudo xolajonim, sizga salom yor yor. Alla yo, alla takburligini yedada. Alla yo, alla borligini yedada. Alla yo, alla bola yurgaklar savob. Alla yo, alla tayrim deb qildim tavob. Alla yo, alla tayrim deb qildim tavob. Alla yo, alla o alla alla alla. Hayotingizda uchragan har bir qora dog'lar ko'nglingizni oqligi kabi Oyimiz tug'ilganida raddomdan olib chiqqanmiz. Hammamiz mana shu allalar aytib. Shunda shu qizlarimiz edi, hozir bir ikkalari ketib qolishdi, chunki hammasini syomkasi, ishi bor, to'yi bor. Bu yerda Muqaddas Xoliqova bordi, Ra'no Yarash va juda ko'p qizlarimiz hammaligi birgalikda raddomdan olib chiqqan. Esinglardami? 21 Esimizda. Yaqinda edi shu voqea. O'shanda niyat qilgan edilar. Mahfuza, Vazira hamma qizlarimiz esinglarda bo'lsa, Xudo xolasa Sarvara oy katta qiz bo'lib nikohlarda kelin salomlarni, yor-yorlarni aytaylik deb niyat